Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Farg'ona viloyatini ichki ishlarni Ishintida turibman. Uyimga borib 4 ta milisa hech qanday chaqiruv qog'ozsiz ukamni olib chiqib ketishmoqchi bo'lgan. Birovda mashinasi minib qo'ygandi. Men mana hozir prezidentimizga yetib borish uchun syomka qilyapman. Majburman. 2.100.000 ming jarima chiqarishgan. Suddan bir nusxa berishmayapti. Xo'jayindoliga boryapman, Rishton ichki ishlariga arizamni olmayapti. Keyin sudga boryapti. Sudga boryapman, sudda ham olib bo'lmayapti. Chunki nachalnik beradi deyapti. Yolg'iz ayolman, obodonlashtirish ishlayman. Ko'cha supuruvchi va brigadirlikka yaqinda o'tganman. Bo'lsa 1 yil ham bo'lgani yo'q. Bitta Aziz aka degan kishi ishlardi, juda yaxshi inson edi. Bitdan ko'tarilib ketibdim. Jinda ishlab turganda shunaqa muammolar bo'lmarmidi? Umuman sudga bormagan qo'shnilarimni chaqirishib, 4 uchastkovoy, Avazvoy uchastkovoy, Zodiyan uchastkovoy, Polomonobod uchastkovoy, yana bitta Rishtonni ichki ishlarida ishlaydigan bola to'ralasi. Bechora qo'shnilarimni yolg'on ko'rsatma berishga majburlashgan. Bugun hozir apellyatsiya sudi bo'ldi. Sudda noaniqlik uchun bitta guvoh qo'shnisi bilan urushgan deyapti, bittasi uchastkovoy bilan talashgan deyapti. Noaniqlik uchun sud yana qoldirildi. Shu adolatdanmi? Sud bo'lib o'tgan. Hech qanday chaqiruv qog'ozi uyga borgan 4 uchastkovoy o'zlari to'polon janjalni qilishib, qo'shnim bilan urush bo'lgan o'zi aslida. Meni sudga kelgani nima qilmadi? Bo'ysunmadi deyapti. Men o'sha kuni Rishton tuman xalq qabulxonasiga telefon qilganman. 9:30 da. Davron aka tirik bo'lsa guvohlik bersin. Keyin dejurkaga ham telefon qilganman. Nimaga? Sudni o'tkazishar ekan-ku, lekin nusxa bermayapti. Menga qilingan sud delasidan bitta nusxa berisholmayapti. Qonuniy bo'lsa suddan bitta nusxa ber. Hozir sudda menga ustuvashlarni istashagan u Mahmuda muqaddam uylarga borganimda deyapti. Sen ustuvosh erkak kishiga meni kuchim yetmaydi. Uyim yonib o'zi ichim tamom bo'lgan. Bu odamga ishonmanglar. Shunday turibdi. Achinarlisi, hop viloyat hududiga kelsam, menga ham Lazbek degan uchastkolar boshlig'i kelyapti. Arizamni og'izdirmadi. Bitta nusxa olish uchun shunaqa yuramanmi men? Iltimos ko'proq like bosib meni qo'llanglarki borsin yurtboshimizga. Men 1-2 million jarimadan qo'rqmayman. Chunki pulni odam topadi, odam topolmaydi. Obodonlashtirish xodimini uyi yonib turganda qo'shnilariga yolg'on ko'rsatma bergizdirib, men deb niyat qilgan shu 4 uchastkoyda ham farzandlari bordir. Nachalnikda ham qiz farzandlari bordir, sudda ham farzandlari bordir. Nimaga kotiblari arizamni olishmayapti? Bir nusxa berish shunaqa muammomi, shunaqa qiyinmi? Men pulni shunday bermayman, chunki men uchastkoyda kiyimini ham yetganim yo'q, o'sha kuni boshqa ham qilganim yo'q. Qo'shnim urushgan, Dilshod oilaviy chiqib 2,5 ta qishni orqasidan. Ukam ikkovi bir-birini urib, birini saqib qo'ymasin deb turganman o'sha yerda. Guvohlik bersin. Biz ishxonamizdan ham 2 erkak borgan, o'sha kuni o'sha yerda turgan. Men hech qanaqa uchastkoylarni suvash tutmaganman. Savol bersa guvohlar bilmayapti, aqa-baqa tashlayapti. Chunki uchastkoyda o'rgatib turibdi. Uyat Rishton tumani ichki ishlar xodimlari, sizlarga hurmat qilardim. Paxtalaring ham borib bergan, obodonlashtirish ishlab yurib. O'rnlaringga Qo'qonda gul ekkani borganman, obodonlashtirishda brigadamda borib ektirganman. Bizni chaqiryapti, iltimos deganlarni olib borib ektirganman. Ichki ishlar ichidagi axlatlaringgacha olib chiqmanman qo'lim bilan. Nahot shular hurmat bo'lmasa, majbur ba'zidagi obodonlashtirishlarda o'rnlarga paxtaga borishimiz, axlatlarni olishimiz, binoning ichidagini o'rnlaringga Qo'qonga gul ekkani borish biz majburiyatimiz ba'zidagi. Nahot obodonlashtirishni formasida yurib bizda mas'uliyat bor, sizlarda mas'uliyat bo'lmasa, juda hurmat qilgan ichki ishlar xodim bor o'zi Rishtonda. Nahot obodonlashtirishda ayolini uyi yonganda shunaqa tuhmatlar bilan ikkita xodimlarim 4 tasi bitta bo'lib shu darajada qilishsa, uyalmaysizlarmi? Sizlar uyalinglar. Sizlar o'tirgan lavozimlar hammadan qolib ketadi. Meni ham bu kunlarim o'tib ketadi, boy ham bo'lib ketarman, yaxshi ham bo'lib ketarman. Sizlar qilyapti ishlarni uyalinglar. Bitta sudda delasidan nusxa berilmasalaring, nima qilasizlar sudga olib kirib, yolg'iz ayoldi. Ukamda qasdlaring bo'lsa o'zlari olinglar. Menda nima yeb? Ajrashganimmi yo oddiy obodonlashtirish Nima qasdlaring bor menda? Uyim yonganiga shunaqa yordam ko'rsatyapsizlarmi? Bolalarim bor.
Her bitta tushgan ko'z yoshim o'sha davlat bojiga to'laydigan pullarimda 10 barobar qilib sizlardan chiqib ketishi mumkin. Prezidentimizga e'tiborsin bu videom iltimos. Yuzta qo'shilgan Alloh bordir, lekin sizlar forma kiyib qilyap turgan ishlaring uyat. Men uyalib ketdim sizlar ishlaringni.